Bilasizlarmi, nimaga butun dunyo futboli Nike va Adidas va Pumaga bo'linganda O'zbekiston o'zimizni milliy brend Sabrga sponsorlik qiladi? Bunga oddiy sabab, chunki O'zbekistonda avtorskiy prava sport magazinlariniki ishlamaydi. Sabab bunga любой magazinda siz Adidas, Nike va Puma mahsulotlarini olishingiz mumkin bemalol. Buning uchun bizaga Nike, Adidas yoki Puma sponsor bo'lishi uchun sborniyimizga bizda avtorskiy prava ishlashi kerak va boshqa do'konlarda Adidas, Nike, Puma sotilishi kerak emas. Ana shundagina bizani sborniyga Nike, Puma, Adidas sponsor bo'ladi va klublarimiz darajasida ham agar avtorskiy prava yo'lga qo'yilsa, o'shundagina kirib keladi O'zbekistonga har xil brendlar sponsorlik qilishga. Hozircha siz bironta sponsor, misol oddiy bunyodkor yoki paxtakor oladigan bo'lsa, Adidas bunyodkor yoki Nike sponsorlik qiladigan bo'lsa, uni formasini ikkilamchi bozordagi ishlab chiqaruvchilar ishlab chiqarib, Adidas misol $100 sotish kerak bo'lgan narsani 100 ming so'm emas, даже 50 ming so'mdan ichki bozordagilar ishlab chiqarib sotadi. Shu sababdan bizaga hali beri Adidas, Nike va Puma sponsor bo'la olmaydi.